baxsh etdi. Anglayotganlar Merkezi Xalq Radio stansiyasining Beijingdan berayotgan programmasi. Assalomu alaykum hurmatli radio anglovchilar. Adabiy anglatish programmamizni anglashinglarni qarshi olamiz. Bugungi programmamizda yozuvchi Xivir To'mirning Xinjiang Xalq nashriyati tomonidan nashr qilingan Abduqodir Damulla haqida qissa nomli tarixiy romanining davomini anglatamiz. Biz qachongacha yotamiz? Agar uyqumizni ichib, hoshimizni topmaydigan bo'lsak, holimiz xarob bo'lar. Hadisda qiyomat kuni hammadan ko'proq azob chekuvchi o'z oilasini nodonlikda qo'yg'uchidir deb ko'rsatilgan. Biz yana nima uchun o'qitish usulimizni isloh qilmaymiz? Hozir Misr, Istanbul madrasalari islohot yurgizib, jiq unum hosil qildi. Men chinlagan odamning hammasi kelishdi. Bir oshu dahriy domulli kammidi. Bu dahriy oshundoq yo'nab ketdi-mi? Har qaysirda katta boylarning talabi shundoq bo'ladigan bo'lsa, Abduqodir degan murtadning bir tom chiqinni ichmaydigan bo'lsam, Allohning bandasi bo'lmay ketay. Abduqodir domullam xalqni ma'rifatga, uyg'onishga chaqirdi. U boshlagan ma'rifat yo'li porloq, u mangu davomlashadi, karvon to'xtamaydi. Alvida ustoz, yotgan joyim jannati bo'lsin. Alvida. Rost gap. Tahir Damulla toqatsizlik bilan so'z navbati elib so'zga kirishdi. Dahriy Damullaning bir qancha so'rinda ashundaq lozim gaplarni so'zlaganligini so'pla anglab qilib, bu murtad odamni shu yerda joylab tashlaymiz deyishganlarmi bo'pti. Bu ish hozir sal-pal besilib qoldi. Bir so'pi mendan murtad bo'lgan odamni qanday qilish kerak deb so'rab kiribdi-kan. Miraqul Damulladan so'ranglar deb yo'lga selavatdim. Ahmad Mazin nima uchundir birdilla jiddiylashdi. Uning qizargan ko'zlari birdan buning og'ziga, birdan uning ko'ziga tikiladi. Alpozidan qandoqdir bir qo'rqinchli ishga tavakkul qilayotgandek xunxo'rlik chiqib turadi. Shu kungi suhbat xeyli uzun davom qildi. Chidamag'anlar bilan paylamag'anlar jam bo'lib, hol-mung to'kishdi. Ular bu orqali ich qornini bo'shatmoqchi bo'lishgan edi. Amaliyotda ilgirkidan ig'ir dardga mubtalo bo'lishdi. Har kim bu shikoyat pitni posat dostixonidan yetarlik ozuqlanib, o'z ko'ngliga yarasha qora kuch to'plagandek, qandoqdir qaramliq, tavakkulchilik qilishning posiq yo'llarini topgandek bo'lishdi. 12-bob Lachin divona va Hamroh boy. O'zgini yeyishdan kimki bo'lsa shod, uni bo'radigin dema odamzod. Xusrov Dehlavi. Boylarning yotqisi kelmas, yalang to'shning qo'pqisi deydigan bir hikmatlik so'z bor. Al ichida uzun yillik sinoqdan o'tib, tavlinib pishgan keng ma'niga ega bu so'zni oddiylashtirib aytganda, boylarning g'imi to'la, besh orzusi cheksiz, xotirjam yotolmaydi. Vaholanki, yo'qsulning qo'rsiqi to'ysila xotirjam uxlay oladi degan ma'no kelib chiqadi. Boylarning yotolmasligi turgan gap. Chunki nurg'un mol-mulk dunyo dafinining xo'jasi. Ular kech-kunduz o'z boyligining qo'yida. Ulardan g'am qiladi. Ular o'z boyligining to'xtam suvdek bir izda turishini hargiz xohlamaydi. Pulni pul topadi deydigan tijorat aqidasiga bo'ysunib, sarmoyasini ko'paytirish orzusida doim o'ylantirib turadi. Hindistonga shamayga mol avatidi. Mollarim yo'lda ziyon zahmatga, o'g'il qaroqchiga uchramay, manzilga tinch omon yetganmidi deb g'am qiladi. Ko'prak foyda bo'lishgan deb Xudodan tilab durud o'qiydi. Iskilatga o'g'il tegmagandu, sanduqning og'zi ochiq qolmagandu, Xudo o'z panohida saqlasin deb kechasi tuzuk uyqu topolmaydi. Boshqa boylardan orqada qolmasam, hammaning beshini dasab tursam, joy-joyga uy imorat solsam, bog' ho'yla, oyvonlar qursam, rastiga do'kon selib ijaraga bersam, setiladigan qoro joy, yer zamin bo'lsa arzon setib olsam,
Bularning hammasi oltin qo'ziq, tilla mevalaydigan daraxt. Odamlarim qandoq ishlayotgandikin, menga xiyonat qilmagandi. Hisobot daftarlari egiz-pas bo'lgandimi? Kishini xotirjam qilmaydigan bu xil dakudukka ham vasvasalar birli vaqtda yoki navbat bilan boylarning qolisida davr qilib, ularni birdan xotirjam qilmaydi. Boy boyga yetay desa, boy qo'pib xudoga yetay deydi degan bir so'zmi bor. Bu mu ko'p yillik sinoqlardan o'tgan hikmatlik so'z bo'lib, ma'no jihatda boylarning boylik ko'paytish orzusi cheksiz bo'ladiganligini bildiradi. Beyish orzusining cheksizligi boylarni o'ynatib, aqlidan ozdiradi. Ular pul ko'paytish orzusida normal ijtimoiy va axloqiy o'lchamlarni buzib inkor qiladi. Topdan chiqib, ochko'z zo'migarga aylanadi. O'z kasbiga zo'migarlik, rahimsizlik, qo'liq shumluq, yuzsizlik, kozzoblik, soxtipazlik va yana allaqandoq askiliklarni qo'shib mangadi. Garchi ular bu askiliklarning normal ijtimoiy axloq o'lchamlarini oyoq osti qilib buzib turganligini bilib tursa-mu, pul mol ko'paytish vasvasasi va shaytoniy xiyollarning qiziqtirishi orqasida bilganni bilmasga, ko'rganni ko'rmasga selib zo'ravonlik bilan askilik qilaveradi. Qisqasi, chekidan oshgan boylik orzusi ularning qolisida hukmron o'rnida turganlikdan kundalik muomalada har xil askiliklarni kasb qilib, nohaqdan nohaq ishlarni qilishdan xoli bo'lolmaydi. Ahvol shundoq ekan, ularning ko'ngli qandoqmi tinch va xotirjam bo'la olsin? Kambag'alning bir to'yg'ini, bir podshoh bo'lg'ini. Mayli u madikor, hammol, tomchi, yog'ochchi, muzduz, tikimchi bo'lsin, normal ijtimoiy axloq doirasi ichida ishlagan kundalik ishiga yarasha erishgan kirimi bilan shu kunlik turmushini ta'min etgani uning podshohdan ortiq rohat ko'rgani. Ular shu kuni shunda xotirjam uxlaydiki, atining g'imi ularning tushiga kirmaydi. Demak, ma'naviy jihatda shukr qanoat, kasbiy jihatda halollikdan iborat zo'r boyliqqa ega bu kishilarda tilga olgudek qandoq ham bo'lsin. Hamroh boy bomdoddan yenib, odati bo'yicha durud o'qishga boshladi. U tasbih tutmaydi. Odatda barmoqlarining bo'g'imini sanab durud o'qishga odatlangan edi. U shu topda nihoyatda xotirjam o'ltirib durud o'qiyotgandek ko'rinadi. Chetdan qaragan kishiga mu jahondagi birdan bir xotirjam odamdek bilinadi. Uyning pozirligiga qaranglar. Osti usti taxtayliq, tosh sirti sirlangan. Tomlari gech suvoq. Tom to'rislarga me'morchilikdagi eng go'zal, eng nafis nusxalar rangdor naqshlangan. O'tqoshdek qip-qizil zilchi gilamlar bilan purkangan. Tom yoqilatib, baqasam ko'rpalar silingan. Tosh aynaklik derizlardan kun nuri yetarlik tushib turgan mundaq shohona mehmonxonada g'am qayg'uga qandoqmi o'rin bo'lsin? Hammadan muhimi, Hamroh boyning yombusining ko'pligidan tizsi o'rimchiga yetarmay istaydigan shuhrati edi. Bu oz boyliqmi? Endi uningda yana qandoq g'am bo'lsin? Dahlizda Qadinos xonimning zilva bo'yi ko'rindi. U boyga noshlik berish uchun dasturxon ko'tarib olgan edi. Oilaviy adab qoidaga mukammal to'shqan bu xonim yumshoq gilamlar ustida hech qanday shapi chiqarmasdan shamoldek yenik va silq mengib kirdida chiroyiga alohida xushxuy tus elib ahvol so'radi. Tish qo'piplama. Xonimning bejirim jonon chenininkidek jarangliq ovozi mehmonxonani xuddi muzika zalidek jaranglatibdi. Durud savobining lazzatidan behush bo'lgandek yerga beqib o'ltirgan boy birdilla beshini ko'tarib qadinisiga illiq qaradi. Og'zi hamon shakal cheqib meg'iz yavatgan choshqonning og'zidek midirlab turadi. U durud o'qishni to'xtatmasdan xonimni ko'z bilan qarshi oldi. Chechen xonim buni tushundida bilinar-bilinmas illiq kulimsirab kelib, dasturxonni boyning oldiga qo'yib, orqasiga yondi. Bu shohona uydagi tartib ana shundoq siliq va salobatlik bo'ladi.
Xenim ikkinchi qitimda har xil meg'iz, qand gezak taxislari va asal murabbo qochilari ratlik tizilgan gullik patnusni ko'tarib kirib, osta tizilinib o'ltirib, dasturxonni yoygandan keyin hammani joy-joyiga tizib to'qash sundirdi. Qalampur hidi purqib turgan choyni Nikolayning oltin halik piyolasiga qo'yib, patnus bilan boyga sundi. Bu atiganlik noshtining boshlanishi edi. Biri kelmaganda. So'rida boy qaymoq choy keltirish uchun chiqib ketayotgan Xenimni to'xtatib. Tezlikqo. Bo'sog'ida to'xtagan Xenim burilib javob berdi. Navodi birari kelib qolsa, birdam saqlab turur. Ishkichi aytib qo'yarlar. Nashtada mehmon kelsa, silidan bakrakman parakanda bo'laman texi. Xenim chiqib ketdi. Bu so'z boyning mijaziga xo'p keladigan konu so'zlardan edi. Chunki hamroh boy yolg'iz tomoqlanishni yaxshi ko'radi. Mehmon chaqirgandan boshqa chaqlarda dasturxon ustiga sirtdan odam kelib qolsa, go'yo o'zini yegili kelgandek xo'ylanib ketadi. Xenim chiqib ketgandan keyin boy ishki o'tlam choy ichib, bir burda non tishladi. U sog'lom tishlarida g'iris-g'iris non chaynab etib, birdilla Abduqodir Damo'lini o'ylab qoldi. Boshqa ishlarni oz degandek, bu dahriy beshimga balo bo'lg'ili turdi. Dedi u xiyolining beshidala ochiq yutib. Og'zidagi nonni g'urt qilib yutib olgandan keyin ulug' kichiktinib xiyolini davomlashtirdi. Birinchi qatimdagi zarba boshroq bo'lib qopti ekanda. Shunga u savoq olmasdan kelib yana shiltang otqili turdi. Qani ko'ramiz, qanchalik shiltang otolaydi ekan. Mo'zayning yugurishi samonliqcha deb ekan. Qani, bu dahrini qamoqqa oldirsam qandoq bo'la? Ish yo'g'inab ketami? Buning keyinda bir to'p odam bor. O'ylabroq ish ko'may bo'lmas. Yoki aplab turib, boshqa yurtlarga ketkizsakchi. O'zi qashqarlik bo'lgan odamni qandoq ketkizgili bo'lsin? Buningdan boshqa yana qandoq yo'l bor? Qas qilish kerakmi? O'ltirib bitish qandoq bo'la? Xiyoli bu yerga kelganda teni jo'g'ida titrab, ko'zi qorong'ulashgandek, yuragi eg'iyotgandek bo'ldi. Xenim choy ko'tarib kirib, uni bu eg'ir azobdan qutuldirdi. Xudoga shukr. Boy mudhish xiyollar iskanchisidan qutulib, oldiga kelgan choyga qo'l uzatdi. Boy shaharga kirishga tayyorlandi. Uni shaharda nurg'un ishlar kutib turadi. Bugungi ishlar to'g'risida qo'l ostidagilarga vazifa topshirish kerak. Bu hammadan muhim ish. U ot saqlab qo'yilisida turgan paytda Hazratning Shayxi Kerim Shayx oxunim salom berib kirib keldi. Va alaykum assalom. Boy uni ochiq ko'ngil qabul qilib, ayvonchadagi besatqa taklif qildi. O'ttiri bo'y, to'g'ri tambal, yo'g'on qo'saq, semiz kelgan shayx xirqirg'inicha erg'anlab berib, besatdan o'ltirgandan keyin duoga qo'l ko'tardi. Uzundan uzun oyatlarni o'qib, oxirida shahrimizning mutassada to'riki peshvosi, Qashqarning hotimi janobi boy oliylarini ulug' Parvardigorim o'z panohida saqlasin deb duoni tamomlagan shayx yerdan beshini ko'tarmay turibla dod aytishga boshladi. Shahrimizda fitna fasod ulg'aydi, dahriylik shamollari bog'larimizni vaqtsiz xazon qilishga boshladi. Shaytoniy vasvasa kuchaydi, guruh-guruh kishilar yo'ldan chiqmoqda. Xalqni uyg'otish xavflidir. Hamma balo-qazo dahriylikdan, jadidlikdan kelar. Bu ishlarga sukut qilib, Allohning g'azabiga uchrab ketmayli deb kech-kunduz g'am qilmoqdaman. Jimiki fitna fasod, eg'vola dahriy Damulla Abduqodirdan bo'lmoqda. Hoşyar bo'lmoq kerak. O'zlari shahrimizning peshvosi, mutassada to'riki, hamma yaxshilikning egisi, o'zlari qo'l silib bizga ega bo'lmaslari, biz ojizdurmiz. Xudo haqqi ojizdurmiz. Yaqinda bu dahriy Damulla bizga bir parcha xat avatibdi. Xatda Hazrati Abboqning avqob kirimlariga changsilib, bir qismini ajratib beringlar deyilgan. Bu nima degan insofsizlik? Hech kim va hech qanday podshohmi mundaq yo'lsiz talabni qo'ymagan. Afsuski, bu dahriy og'zni buzib qopdak ichibdi. Mazar mashoyixlarning avqob kirimi o'ziga oron yetidu taqsir.
Yiliga qancha patman chiroq yig'i sarf bo'ladi. Yiqilgan, buzilgan yerlari isloh qilindi. Duo tilovat, nazr nuzratlar bo'lib turdi. Yilda necha qitim qozon qaynatildi. Bu ishlarning hammasi quruq qo'l bilan vujudga chiqmaydi. Beshimiz qotdi. Toqatimiz tugidi taqsir. Beshimizni o'zlari o'xshab qo'ymaslar, biz chorasiz qoldik. Shayx beshini to'van silib, uzundan uzun dod aytgandan keyin beshini ko'tarib boyga qarab javob kutdi. Hazratki shayx mutavvallilar Hamroh boyning eng ishonchlik orqa teriki edi. Shunga shayxning arzini quloq silib anglab, javob qaytarmay bo'lmaydi. Ajab yo'g'on gap-ku bu. Biz tig'i xabar topmabdimiz. Dedi boy ta'addi bilan soqolini tarashlab turib. Uning chiroyi birdila o'zgarib, samondek sarg'ayib ketdi. U ochiqqa poylamay, zaharxandalik bilan kulimsirab davom qildi. G'am qilishmayli. G'am qilib avor bo'lganga tushliq ish yo'q. Hamma ish Xudoning irodasiga bog'liq. Lekin mundaq cho'ng ishlar bizning Qashqarda biz bilan bemaslahat vujudga chiqmasmikan? Damullo Abduqodir salpal yo'g'onroq yutilib qo'yibdi. Avvalan Xudo qolsa har qaysidirdek Sayyidzoda, Valizoda, Shayxzodalarning ijobat duolarisiz Abduqodirning ishlari vujudga chiqmas. Xudo rahmat qilg'ay, himmatlariga Parvardigorim madadkor bo'lg'ay. Dedi shayx darhol qo'lini duoga ko'tarib. Duodan keyin shayx o'rnidan turib xush etdi. Boy uni hovlining o'ttirsidagi gullikka qadar uzitib qo'ydi. Osh vaqti bo'lib qilyotdi. U shaharga oldiraydi. Ot tayyor bo'ldimikin deganda xiyol bilan darvoza tarafga burilishiga ot boqar egarlangan chilon to'riqni yetaklab kirib keldi. Boy otlanib shaharga mo'ndi. Darvozadan chiqishda o'ng tarafga so'zilgan to'puliq yezi yo'lining g'arbi tarafi boshdan oyoq Hamroh boyning hashamatlik bog' hovlisi edi. Egiz anjon tomlari qal'adek hayvatlik ko'rinadi. Egiz tom ustiga mushukmu sungib o'talmagidek darajada zishlab sho'xi sanjilgan edi. Bog' hovla uy imoratni mundaq mungizdek mustahkam quruq tom bilan saqlash har qanday kishini qanoatlantiradi. Hamroh boy quruq tomga qarab, "Mening timimdan qanotliq o'g'ri bo'lsa-mu halqib tushalmas" deb shivirladi. Buning orqasidan ko'nglidan vaqtona vaqt kelganda jinimni olg'ili kelgan Azroilmi tushalmas deganni kechirdi. Ko'chining kun chiqish tarafidagi kambag'al dehqonlar bilan hunarvan kosiblarning parcha-parcha kichik bog' hovlilari. Pokar iskatsiz quruq tomlar boyning so'latlik bog' tomlari oldida monument deb chinib turadi. Ustini chang to'puliq ujmi yo'pirmoqlari bosgan ko'rimsiz to'p tomliq uylar boyning xishti qo'pirilgan hashamatlik binosi oldida xuddi beshiga kamchat tomoq, uchisiga to'lak juvi kiygan boyning yenida uchisiga taqir juva, beshiga oq tomoq kiygan bir kambag'al shumshib turgandek bir manzirni his qildiradi. Albatta shundoq bo'lishi kerak. Divoni chiroy eski tomliq uylar bo'lmasa, mening hashamatlik uylarim qandoq namoyon bo'lsin. Bu Xudoning iltifoti. Mundaq eski uylar qancha ko'paysa, shuncha yaxshi. Hamroh boy ko'cha bo'ylab ketib yetib, ko'zini yumib etish oraliqida mushi xiyollarni qilib ulgurgan edi. U tarafdan lochin divoni ko'rindi. U boyga qarshi kelyotdi. Hamroh boy bu divonini uzundan bilatdi. Lochin divonimi boyning ajdodlaridan tortib hozirgacha bo'lgan ahvollarni aniq bilatdi. 40-50 yil nima degan uzun vaqtda. Hamroh boyning kelayotganligini ko'rgan lochin divonining qallisida chaqmoqdek paydo bo'lgan bu xiyol uni texmi cho'nqur o'yga mubtalo qildi. Buningdan 50 yil burun gugut setib yurgan bir bola bugun kishining ko'zini chaqadigan cho'ng boylardan bo'lib qilishi mumkin. Buning aksicha 40-50 yil ilgari hammani besib tushadigan cho'ng boylar bugun vayron bo'lib, uylari o'rilib, tomlari g'olab, bolalari devona bo'lib qilishi mumkin. Boylik degan xuddi qamarvozning tavkosidagi pulga o'xshash, birdam uning quliga, birdam buning quliga o'tib davr qilib yuradigan vafosiz narsaki,
uni hech kim mangulik millikka aylandira olmaydi. Yeyman deb yeb ketanmaydi, o'lsa go'riga akitanmaydi. Boyliq ashundaq hammani qiziqtiradigan, hamma kishini behush qiladigan, hammani o'ynatib, oxirgi hisobda hammadan qoladigan, o'zliksiz do'milab bir yerda jim turolmaydigan shayton. Hamroh boy ro'barosiga kelguncha lochin divona shuncha nurg'un xiyollarni qilib ulgurgan edi. Hamroh boymu quruq kelmadi. Sarangning bir qilqi ortiq degani rosti. Qursiqini baqalmay yurib, lochin ko'tirib olgani nimasi? Anglasam bu divona lochinni go'sh bilan baqamish. Unda qilg'ucha topgan go'shini qursiqiga yizchu. Kulolmaydiganingga hejayma. Yutqan qarab putsun degandak, holiga biqib ish ko'rmay, lochin ko'tirishni kim qo'ydi uningga? Voy bechora. Holiga baqmagan shum qo'sh. Yiqilib kelsin cho'qini. Kelishtirib bir masxir qilay. Ko'nglidan shu xiyollarni kechirgan boy lochin divoni udul kelganda uningga chiqildi. Oshiq, qo'lingdagi nima u? Xo'sh xo'jam, lochin. Dedi divona ot ustida turgan boyning ko'ziga o'qdek qadilib qarab. Uning ko'zlaridan qandaqdir g'oliblik quchqunlari chachrab turardi. Qursiqiga nima yeydi? Nima yeydi odamlar? Anglasam go'sh bilan boqidi deydi. Shundaqmi? Masxira oralash kulgan boy dimiqini qiqib qo'ydi. Tuli odam ichini og'irtib shundaq deyishidi. Lekin har jonning rizqi o'zi bilan birga bo'lgandek, buning rizqi o'ksib qolmaydi. Xudoning qutlug' kuni sexiylarning go'shini, bexillarning yuragini yeb, obdalla ketyotidi taqsir. Dedi divona g'oliblarcha kulib. Hamroh boy g'iqqidi bo'ldi. Choqchoqqa to'ygandek qiladi. Ko'nglida Mushu salopitim bilan divonaga choqchoq qilishni kim qo'ydi? O'zimning sho'ri. Dedi-da, qopoqlari silinib, beshi singilib ketdi. Boy ketgandan keyin lochin divona qo'lidagi lochinga qarab, "Omiting kelsa agar 10 shaptoling 10 qoq bo'lar. Omiting ketsa agar 10 shaptoling 1 qoq bo'lar. O'ttursini har yeb, cho'risi qasqon bo'lar." U yana bir nimalarni deb bo'ng'uldab jiriqlab ketdi. Jangda mag'lub bo'lgan sarkarda bargohiga qandoq ma'yus holati qaytgan bo'lsa, lochin divonidan azor yegan hamroh boymu shaharga shunda holatda keldi. Divonining bexilning yuragini yeydi degan so'zi uning yuragiga sanjilib qolgan edi. Bu so'z yo'l bo'yi uningga xuddi zaharlik xanjardek azob soldi. O'zining bexil ishkanligini hech qachon e'tirof qilmaydigan bu boy bu so'zni o'ylagan seri yuragi og'rib, beorom bo'lgan holda shaharga qandoq kelib qolganligini sezmay qoldi. Ot shahardagi o'yli darvozasi oldida to'xtagandila, esiga kelgan boy otdan tushdida cho'lvirni chakarga tutqizib kontorga kirdi. Kontorda ish bejurgichi Mahmudbek va bir necha buxgalter, hisobchi xuddi etikobda o'ltirgan zohidlardek bosh ko'tarmay hisob kitob qilib cho't so'qib o'ltiradi. "Qandaqroq? Bugun nima bo'ldi?" dedi u kontorga kiribla Mahmudbekka jiddiy savol nazari bilan qarab. Uning bu qarashida Mahmudbekni nima uchun bugun atiganlikda yo'l yo'riq so'rab salomga bormading deb ayblashdek ma'no bor edi. Mahmudbek o'zini besib elib, tamkin qiyofatda "Atigan mangay deb turishimga Abdukerim bilan onasi Tojigul xonim yo'limni to'sdi. Yana bir necha mahalla oqsoqilimi birga kelishgan ekan. Shular bilan so'zlashiman deb salomga bora olmay qoldim. Ularni tehi silning oldilaridan yo'lga soldim." dedi bugun salomga bora olmaganligining sababini tushuntirib. "Nima deydi ekan ular? Yana 3 oy rahim qilib to'xtab bersa deydi. Sodidan yeni vopdimi? Yeni oldigan gapni qilmadi, ammo birga kelgan shahar oqsoqollari yalvurib salo qilishdi. Ular nima deydi ekan? Yana bir necha vaqt to'xtab bersa, ilojisini qilsaq deydi. Ya'ni-chi, qarab turib bir odamning uy vaqini sottirib, makonsiz qilib o'tish yaxshi bo'lmasmikin deyishdi. Boyning qo'shuvmisi turildi. Uning chiroyi ochiq dori ishgan bemorning chiroyidan battarroq tutilgan edi.
Bu ish Hamrohboy uzundan ko'ngil bo'layotgan muhim ishlardan biri edi. Agar bu ish uning degan yeridan chiqsa, boy uchun foyda ustiga foyda bo'ladi. Afsuski, bu ishdan qiyirishqandek birdam undoq, birdam mundoq qarshida chiqyotdi. Aslida Hamrohboyning rastidagi do'kon uylari yanida Abdukerim ismli bir bolaning 2 egizlik ota miros do'kon uyi bor edi. Hamrohboy mazkur do'kon uylarni qo'lga kirgizib, ancha-muncha remont qilibla, bu yanqi do'konlarga o'xshash tilla mevalaydigan daraxtga aylantirib elishni uzundan ko'zlab kelyotdi. Baxtga yarasha Abdukerimning otasi o'ldi. Hozidar chog'da bir oz qarzdor bo'lib qolgan Abdukerimga boyning rahim qilg'usi kelib qoldi-da, iskilotdan 100 tangalik mol berib, tijorat yo'li bilan qarzdan qutulishga yo'l ko'rsatdi. Natijada boydan olgan mol o'tmas matodek setilmay ziyon qilib, ilgirki qarzni to'lashning o'rniga ko'tarilmasang sangil tuvol degandek boyga qarzdor bo'lib qoldi. Oylar qatlanib yil o'tdi. Boyning odamlari qarzni qistashga boshladi. Amalsiz qolgan Abdukerim oxir do'kon uyini sotmoqchi bo'ldi. Uning otasi setishga rozi bo'lmaydi. Qo'lim qo'shnilarmu sotmaslikqa salo qilib, pul raslab qarzni uzishga aql ko'rsatdi. Tojgul xinim sahrodagi urug' tuqqanlaridan payg'ambar o'tmisi qilib pul tepib kelmoqchi bo'ldi. Buning uchun ozroq vaqt ketadi. Shu sababdan Tojgul xinim bir necha oqsoqol peshvoni boshlab, boyning oldiga rahim qilib, yana ozroq vaqt to'xtab berishni iltijo qilib kelishgan edi. Ularning kelganligi dal shu sodining buzilganligidan derak beradi. Buni sezgan boyning arvohi 40 kez o'rlab ketdi. U ochiq bilan bir oz turib olgandan keyin birdilla qaynab so'zlashga boshladi. "Menga pul kerak. Men pul bilan o'rturadigan odam. Pul kerak", dedi u asabiylik bilan sholini chechib. G'azabdan chiroyi oqirib, lavlari titraydi. Uning ochiq ovozidan daftar ko'rayotgan buxgalterlarmi cho'chib ketgan edi. "Unda salagar oqsoqollarga aytib qo'yinglar. Yeganning badanimga singsin, moramdan tutun chiqib tursin desa, mening ishimga aralashmasin. Menga pul kerak. Quruq salaning lozim yo'q. Atigi pulni topshirsin. Topshirmasa, do'kon o'yla menga hisob. Qolgan ishlarni o'zim o'ngshib olaman." Kontor ichi so'g'uq suv qo'ygan qozondek jimjit bo'lib ketdi. Mahmudbek boshliq hamma odam cho'nqurroq nafas elishga petin olmay jim o'ltirishadi. Boyning ochiqi texi besilmagan edi. "Xumslar unda salasini eshak bozorga opasin. Bandiga rahim qilish Xudoning ishi, mening ishim emas. Uningga undaq, buningga mundaq rahim qilg'il tursam, menda boyliq turamdi. Bo'g'iz yemisi qo'y samirimdi. Abdukerimdek non qipiloni yemisam." Boy nima uchunki so'zining oxirini tukuruk bilan g'urt qilib yutibdi. Mundaq bo'lishiga otchi Muhammadxonning salom qilib kirishi sabab bo'lgan edi. "Va alaykum assalom. Qachon keldinglar?" dedi boy otchiga qarab echilib. "Kecha tongga yaqin kelgan edik. Tinch omon yetdinglarmi?" Boy xuddi ko'ksi qorni keng ishkanligini namoyon qilmoqchi bo'lgandek mol to'g'riliq so'z ochmay, otchining ladoqqa tinch omon yetgan yetmaganligini tilga elib ahvol so'radi. Otchi yonchuqidan ladoqqa opirib topshirilgan molning hujjatini chiqarib, boyga sungandan keyin kayniga 2 qadam chekinib, qo'l qo'yishtirib turdi. Hamrohboy hujjatga ko'z yugurtib, birdilla bulutliq osmondek tari tutilgan holda otchiga qarab, "Ha? Hujjatda 2 tiniq mol kam yozilibdi-ku", dedi u hayron bo'lgan qiyofatda. "Xo'sh, maymun ko'rigida bir ot teyilib domlab ketgan edi", dedi otchi o'ng'aysizlangan holda yerga qarab. "Ot domlisi mol domlamaganda? Xo'sh taqsir. Mol otning ustida tiniqlik edi. Nemishqa domalaydi? Buningga nima desak bo'lar ekan? Maymun ko'rigi degan yo'g'on yutamchilik qiladigan muz ko'rik. Maymunmi o'tanmaydi desak, lab bo'lmaydi. Shundaq yerdan ot uloq o'tganda puti teyilib ketmaydi degili bo'lmaydi ekan. Hammasi Xudoning irodasi, banda ojiz keladiganmiz. Ot uloqqa jinibo narsa. Ma'qul. Teyilib ketsin. Mol nimishqa teyildi? Gap mushiyada. Hamrohboy teyilib domilib ketgan otning ustisidagi molningmi tang domilaydiganligiga aqli yetib, tushunib tursimu, o'ziga bo'lgan ziyonning ochiqida uni tushunmasga selib so'zlaydi.
ta'tir bo'lsa-mu boy so'zlasin deganni tushunadigan kishilar gap qilmasdan ushuk turishadi. Boy yana o'zi tushuntirishga boshladi. Helimi yaxshi. 2 toy gilam yoki yipak domilmasdan 30 parcha oq kigiz domilabdi. Puli cho'ng gap emas. Jiq bo'lsa 30 sartanga. Shundaq bay, domlab ketgan otni mangucha Yangisardan 65 sartangaga olgan edim. Qozoq rizo deb turdiq bandichilikda. Dedi otchi boyni o'ngshaldi deb xato mo'ljarlab. Lekin boy o'ngshalmagan edi. Menga doq qilmanglar, men ko'taranmayman. Menga eg'ir keladi. Dedi boy birdilla o'ngib. 2 mangzi yangi yoqqandek ko'pjub chiqdi. Yo'qsa, hargiz doq qilmadoq. Xiyolingizda 65 sarga olgan etim domilgan yerda sening 30 parcha joynamoz kiyizing qanchalik ish edi demoqchi bo'lyapsizlar, shundaqmi? Lekin men hammani bilib turibman. Bir qarash bilan yuragingiznikini bilib olmaydigan bo'lsam, men mundaq bo'lanmaydim. Muhammadxon, kallangni silkib etib, ravru so'zlanglar juma. Degan boy otchiga yovuzlarcha qadalib qarab etib, ovozini sal pasaytgan holda davom qildi. 30 parcha kigiz Kashmirga yetsa qanchalik foyda qiladi bilamsizlar? Ularni u yerda foydasiga setib, puliga mal ilib, bu yon kelsak, bu yerda qanchalik foyda qiladi? Buning hisoboti o'zi bilan billa. Buni bilib qo'yinglar. Az mal emas u. Otni pash qilsam, boy rozi bo'lib ketamdi keyin deydigan xam xiyaldimi bo'lmanglar. Ot siliga hisob, mal menga hisob. Lilla bo'lsin desanglar, yo'qolgan malning bir foydasi bilan to'lishinglar kerak. 2 foydani desam, ha qachon o'val bo'ldi deyishinglar mumkin. Qandoq dedim? Boy og'zidan chiqqan so'zni majburiy qabul qildirmoqchi bo'lgandek, otchining ko'ziga qodilib qarab turadi. Otchi bo'lsa, uning zo'ravonlik chiqib turadigan ko'zlaridan bezor bo'lgandek yerga qarab olgan edi. Boyning insof qilib otchiga o'valchilik solmaydigan xiyoli qiziq edi. 30 parcha kigiz Kashmirga berib, birga bir foyda qilsa, 60 parcha bo'ladi. 60 parcha kigizning puliga mol elib Qashqarga akelsa, kam deganda yana birga bir foyda qo'shilib, 120 parcha kigiz bo'lishi cho'qim edi. Demak, boyning domilab ketib, qozog'i uchirgan 30 parcha kigizni bir foydasi bilan qo'shib, 60 parcha kigiz to'ltib olmoqchi bo'lganligi insof qilganligi. Shundaqla kishiga o'valchilik solmaganligi hisoblanadi. Bu nima degan cho'ng insof qilganlik ha? Otchi bo'lsa, ot bilan molning domilab ketishi ishkimizga teng kelgan qazo. Menga cho'ngroq, boyga kichikroq kelgan bu qazoga har ikki taraf rizo bo'lib ketayli demoqchi bo'ladi. Bu xiyol aqlga sig'adi. Shunga u boyning insof qilishini tilab, "Rahim qilsizlar, iltifot qilalar" deb yolvurdi. Rahim qilish Xudoning qo'lidan keladi. Mening qo'limdan kelmaydi. Menga to'laydiganni to'lib etib, yig'lashni Xudoga yig'langlar. Ma'qulmi? Shundoq bo'lsin. Dedi u otchidan yuz o'rgandek bu tarafga to'lg'inib. Maymun ko'rigi degan ladaq yo'ldagi pilsirat desizlar. Dedi otchi boyga qarab. Uning qarashlaridan boyni yana bir qitim insofga dalolat qilmoqchi bo'lganligi chiqib turadi. Uning ovozi yig'i o'lashgandek ta'sirlik anglanadi. U ko'rikdan Xudoyim o'z panayda saqlab o'tkizmasa, benda o'tkazolmaydi. Ot domilmamdi. Men domilmamdim. Hammasi Xudoning ilkidagi ish. U yerda yerilgan bir tog'ba, kengligi 2 quloch keldigan araç. Angdan Xolaston daryosining suvi xuddi miltiq o'qidek etilib oqidi. Qaraydigan bo'lsak, biz turgan yerdan 15 quloch pastda eqiyotgan suv qop-qora bo'lib, ajal ilohidek surlik ko'rinadi. Xudoning irodasi bilan shu yerda bir muz ko'rik bor. Yo'g'onligi cho'ng bo'lsa odamning bilidek kela. Mana shu ko'rikdan o'tmay amal yo'q. Oldi bilan ochlar berib, palti bilan chanab, put deyilmaydigan qilib taxtaydek tekshilaymiz. Ondan uloqlar bir-birlab o'tidi. Ot, to'ga, eshaklarning jini tatliq bo'ladi ekan. Ko'rikdan o'tkicha putlari titrab ketadi. U yerdan hamma odam Xudo, tavakkul deb o'tmay amal yo'q. Qaysi uloq o'tib ketadi, qaysi domilaydi, Xudoyim o'zi biladi. Banda degan ojiz keladi ekanmiz. Shundoq yerda domilab ketgan ishni qazo deb tunamasa qandoq bo'la? Musulmonchilikqa to'g'ri kelarmi? Balli, gap borganda, dedi boy zardi bilan hiji. Men manni ladaqqa yetkizib bordiganga kira qilgan. Bu gapim to'g'ri-da? To'g'ri. Undaq bo'lsa yana nima gap? Nima gap? Sening mollarini men to'ligidekman.
Ma'qul, mening itimni kim to'laydi? Ochchi o'zining sho'ridan ko'ra. Silichu, men ochchidan ko'mamdiman. Mana qiziq. Qani qayar qiziqka? Jimi yeri qiziq, dedi ochchi g'oliblarcha boyga chekchib. Silichi bo'lganda, mening itim dumilayotganda itimni to'xtatib, sizning mollarini yeshib olsam bo'pti-kanda. Undaq taraflarini o'zinglar bilasizlar. Tayinliq kiraga bergan 30 otliq molni Muhammadxon ochchi daryoga to'kib o'tib keldi demamlar. Qora tuhmatni bir yo'lni to'lab tugushay. Og'zingni chayqib o'tib so'zlanglar. Og'zim chayqoqliq. Pokistondan olg'ash kelgan bir tog'a misvakda tozlab kelgan. Men xush bo'lay, u gapni bir demisizlar. Otchining pelimotning o'qidek tekkan yerni mozdek titib tashlaydigan o'g'rilik so'zlari boyni pastgo'yga tushirib qo'ygan edi. Shunga u otchidan qutulishni o'ylab odamlariga "Ma'vu bir nimani ko'zimda yo'qtinglar" deb ochiq to'ladi. Mahmudbek bilan yana bir necha kishi darrov o'tirg'i tushdida boyning so'zlarining o'rinsiz ekanligini bilib tursimu, uningga qarshi chiqqili bo'lmaganlikdan sala sulhi qilib, yog'limi so'zlar bilan Muhammadxon otchini sirtqa elib mo'ngdi. Otchiga besilmagan otchi toki darvozadan chiqqanga qadar cho'ng'ildab so'zladi. Bir nima degan qandoq gap bu? Har kim o'ziga tushliq odam, boy bo'lsa o'ziga. Otchining zahardek haqqoniy so'zlari boyning yuragiga xuddi xanjardek g'os-g'os qilib sanjilatdi. Darmonsizlangan boy o'zini o'rindiqqa tashladi. Uning butkul vujudini qora ter bosgan edi. Ichini bo'shitib elish uchunmi yoki herib ketganlikdanmi uzun tortdi. Uning og'zidan xuddi kamirdan yel qochgandek qusuldab chiqqan ochiq dudda saqal burutlari uchib turadi. U asta qo'l yog'liqini chiqarib peshonasidagi tarni surtdi. Keyin ustalning nerisida turgan yelpig'ichga qo'l uzatgach, "Mundaqmi usulliq bo'lamdi?" deb alam bilan o'ngishib qo'ydi. Uning nazarida o'zining yo'lsizligiga qarshi Muhammadxon otchining haqqoniy so'z qilganligi ushuqliq hisoblanadi. Lekin u zo'ravonlikqa toyinib haqqoniy so'z qilganni ushuqliq qildi devatgan bo'lsa-mu, yana bir tarafdan dili ozor yegandek bo'lib, yo'lsizlik qilishga shu qadar zo'r kuch sarf bo'ladiganligini cho'nqur his qildi. Tashqaridan Mahmudbek qaytib kirdi. U bir necha yangi mehmon boshlab kirgan edi. Otchi chiqib ketgan tarafga g'azab uchqunlari chaqnab turgan ko'zlarini tikib, parishon o'ltirgan boy bu kishilarni ko'rish bilanla go'yo hech ish bo'lmagandek xotirjam qiyofatga kirib qarshi oldi. Molla Saud Xalpat, Emin Axun Xalpat, Elimiddin Damulla, Musayib Damulla qatorliq bir qancha kishidan tarkib topgan ioni to'plash hay'ati boyga salom berib, ahvol so'ragandan keyin o'z muddaolaridan so'z ochdi. Hurmatli radio anglag'uchilar, yozuvchi Xivir To'mirning Shinjan xalq nashriyoti tarafidan nashr qilingan Abduqodir Damulla haqida qissa nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Bular xalqni uyg'otimiz demisimi? Shahar ichida 200 ga yaqin masjid, madrasa, xonaqo bor. Bekor turgan madrasa, maktab bo'lib qolsa yaxshi emasmi? Bu maktab ko'nimullar maktablarga o'xshamaydi ekan. Bolalar partada o'ltirib, qora taxtaga xat yozib o'qiydi ekan. Ilm talab qilmoq, er kishi, ayol kishiga farzdir. Ilm dunyo va oxiratdagi saodatga boisdir. Beijing vaqti